Ukamizni profilini aktivit yaqib qo'yamiz. Bemalol o'tib kuzataverasizlar. Obuna bo'lib, layklarni bosib, podpishani qilamiz-da. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Tunuka sexga kelganman. Hozir bitta sharoitlarni Boburjon ukamiz tushuntirib beradi. Assalomu alaykum, Elyor aka, xush kelibsiz. Salomatmisiz? Siz obunachilarga bir ma'lumotlar tushuntirib bering. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizni Tunuka seximizda ko'rsatiladigan xizmatlarni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa, Tunukafon, tarnovlar, sliflar, kanyoklar, profnastil, hamma narsani Tunuka mahsulotlarini hammasini chiqarib beramiz va yetkazib ham beramiz. Xudo xolasa, bizni ko'pchilik Tunukafon ustasi deb o'ylarga, Tunukafon ustasini ham qilamiz, lekin Tunukafon sexda Tunukafonni chiqarib ham beramiz. Tunukafon ustalari bo'lsa, agarda bemalol kelaverasizlar, sifatli qilib tayyorlab beramiz. Pastga nomerlar yozib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanib, biz bilan ishlaringizni bitirasizlar, xudo xolasa. Bog'da oldidan kelganda, bog' tomoni, Oqmash tomonga kelsa, o'ng tomonda. Oqmash tomonga chap tomonda eski suzot o'rnida. Nomerlar yozib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.